إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. Hürmetlik kıyırındaşlarımız, biz dünyada yaşayan ikimiz 3 basqıçtan ötümüz. Birincisi ösmürlük basqıç. Bu basqıçta Allah Taala bizni öz rahmeti bilen ata-anamızın mehrini silish orqali bizni tarbiyalab yetishtirib, Allah Taala'nın dünya hayatlıqdaki to'g'ri bo'lgan hayat ve to'g'ri bo'lgan aql ve yashash obyektlerini ata-onamiz bilan bizni tarbiyalayotdi. İkincisi yoshlik davrimiz. Yoshlik davrimizda biz ata-onamizning tarbiyasi bilan birga biz aralashayotgan jamiyat ve shundaqla hayotlikdagi insonlarning tarbiyasini qabul qilamiz. Eng muhim tarbiya bizga ustozlardan keladi. Üçüncüsü bizning Qur'onga yetgan vaqtimiz ve Allah'ın aldığı berib bo'g'uchi bo'lgan arliqdagi cho'ngaygan vaqtimiz. Endi biz bu darslikda foyda olmoqchi bo'lgan eng muhim vaqt qaysi? Yoshlik davri. Hozirgi davrdagi ko'p sonli qarindoshlarimiz yoshligini Allah Taala rozi bo'ladigan ishlar va kelgusi musulmon ummatiga foyda yetkazadigan ishlarga sarf qilishdan havoyi havasga, mas'uliyatsizlikka, o'zining kelgusi dunyo va oxiratlik baxtiga o'ltirishga, ota-onasini qachtishga, jamiyatga bir yuk bo'lishga yuzlanadi. Shuning uchun har bir yoshlarning avvalan o'zligi bo'lgan mas'uliyati o'zini qutqizish. Uning birinchi asosi Payg'ambar alayhisalom deyki, "Ihfazilloha yahfazka." Sen Allah Subhanahu ve Taala'nı esingda tut, Allah seni her qandaq yomonlikdan muhofazat qiladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bo'lib yoshlarimiz hozirgi davrda atrofimizdagi urg'u tuqqanlardan, ustozlardan, oilamizdan, jamiyatdan to'la og'rinamiz. Ammo birinchi ish har qandaq inson o'ziga bog'liq. Shuning uchun Allah Qur'oni Karimda kullu nafsin bima kasabat rahina deydi. Her qandaq can cennetki kiriş ya do'zaxga kirish o'zining qilmishi, o'zining tirishchanligi, o'zining harakatining yaxshi yomon bo'lishiga bog'liq deydi. Qarindoshlarimiz, bo'libmi yoshlar, biz o'zimizning hozirgi davrdagi buzilish yoki tuzilishini jamiyatga atib qo'ysak bo'lmaydi. Buning xalqiliq o'ng'ishiladigan va o'ng'ishashga yordam beradigan eng birinchi ish esimizde Allah Taala'nı meyli gece, meyli gündüz daim en muhafazetçi, en ulug', en kudretlik, en bizni qo'dab qolaydigan zat deb tunusak, Allah Taala bizni yaxshi ko'radigan har qanday ish ustida biz o'zimizni topa olsak, Allah Taala bizni o'ch ko'radigan har qanday ishdan o'zimizni yiroq tuta olsak, şirk, küfre, dinsizlikni o'chiralisak, odamiysizlik, nadallık, zo'ravonlik, yomon huylik, nadallıktan ibaret her bir o'zimiz ve kelgusi yoshligimizni kafirlar ve dinsizler ve munofiqlarning bizden paylanadigan asilik, shahvaniyatchilik, buzg'unchilik, yomonlik, her qandaq Allah qarshi bo'lgan guruhlarga cho'moqchilik qilishdan iborat her türlü yomonliklardan o'zimizni saqlab qoladigan bir haqiqiy Allah'tan qo'rqadigan, Allah'ın isimimizi tutulgan bir düşünce, bir itikat, bir energiyani biz yürükümüzde
doim yo'rsak, andın Allah bizni har qandaq bir azg'unlikdan saqlaydi. Qarindoshlarimiz, dinsiz kafirlar qarshi harakat qilamiz. Kafirlarning zulmidan qutulamiz, da'vatimiz. Bu gap to'g'ri. Sizlar qandaqmi dinsiz kommunistlar yoki hozirgidek quroli bor, kuchi bor, texnikasi bor, bir kafir ustidan g'olib kelman deysizlar. Lekin sizlar g'olib keladigan yo'lni qilishning birinchi asosi avvalan o'zinglarning shahvati, o'zinglarning nachorligi, o'zinglarning ho'rilligi, o'zinglarning fitnaxo'ligi, o'zinglarning o'z millatinglar, o'z ummatinglar, o'z dininglarga ega chiqolmaydigan mas'uliyatsizligidan bir qutulinglar. O'zinglarning nafsiga bir g'olib kelinglar. O'zinglar va oilanglar va jamiyatiga bir ega chiqinglar. Ondan kommunistlar ustun g'olib kelarsiz. Kommunistlarning bizning ustimizga haqiqiy ustun bo'lishga sabab bo'lgan eng birinchi namuna kim? O'zimiz. Mush yoshlar qarab turayotganlar. O'zimizni boshqara olgan bo'lsak, o'zimizning oilasiga, jamiyatiga ega chiqa olgan bo'lsak, atrofimizdagi musulmonlarni kofirlarga, Xitoyga, dinsiga tashlab bermagan bo'lsak, tarbiyada kuchab, har qandaq bir qo'limizdan kelishicha barliq energiyamizni sarf qilgan bo'lsak, bugun kunimiz bo'lmaydi. Yine hozirmi biz kech-kunduz ummatdan, xalqdan, jamiyatdan og'rinib, lekin Allah Taala bizni kech-kunduz nazorat qilayotganligini, biz Allah oldidagi mas'uliyatimizni ado qilmaganligimizni o'zimizdan og'rinib boqmaymiz, o'zimizni tekshirib boqmaymiz. Xuddi kasalni ishimizga solib olamiz. Bizda yurak kasal va boshqalarning qichqig'ini izlaymiz. Mana xuddi o'zimizning uyning hamma taraflariga o'zimizning har bir qatlamlargacha axlat to'shib ketgan xalqning uyining oldidagi axlatni ashuni ko'zimiz birinchi qilib ko'rdi. Shuning uchun biz mushkulning qolgan bir tuqqanlarimiz bo'libmi yoshlarimizga qiladigan eng muhim tavsiya mana bu hadisda payg'ambar alayhisalom bizga degandek, ihfazillaha yahfazka. Sen Allah Taalaning digini qil. Allah Taala uchun qurbonlik ber. Boshqalar bilan ko'rim olmay, avval sen o'zingning mas'uliyatini qil. Ondan sening Allah oldida tilagan ishingni Allah qilib berdi. Sen muhofazat qilmoqchi bo'lgan, sen qo'g'damoqchi bo'lgan barliq amallar, davlatlar, jamiyatlarni Allah qo'g'dab berdi deydi. Hammamizni Allah subhanahu va taolo avvalan o'zimizni to'g'ri nasib qilsin. Bo'libmi yoshlar har birsimiz mushu halqılık paytda özümüzün mas'uliyetini tanıydı. Allah Taala hammamizni mas'uliyetimizni tanıydigan Peygamber Aleyhisselam ve sahabeler o'xshash har qandaq düşman ve har qandaq kuch eng kuchli bo'lgan vaqtidami Allah Taala'nın kuchini eng qudratli deb Allohga haqiqiy eslalaydigan ve o'zining Allah oldidagi mas'uliyetini tanib Allah uchun özünün barlıq kuchini qurban qilaydigan xolis yoshlardan, xolis musulmonlardan bo'l nasib bo'lsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.